Dada, yomg'ir quyib yubordi. Bora to'xtatsa kerak. Hayvon qanaqa bo'ri tug'adi? Quyosh paneli uyapman. Oshqovoq chaman o'rtasiga egaman. Oh, anori dona yu dona. Qo'shni qani? Poylab turibdi. Olimjon, bozordan qaytayotganingda aptekadan bitta yangi oyoq olib keldim, oyog'im yomon og'riyapti. Pulini qizig'i yo'q. Dada, o'ng oyoq olaymi, chap oyoq olaymi? Qara, keyin mahallani qarachi, suvetchilar yurmayaptimikin? Suvetga pul to'lash yomon sog'inib ketdi, yo'da. O'lyapti poylab. Aqlam, nima qilyapsan? Boyaqdagilarni yondirib, oyoq olib kel deysan. Svetchilar sog'inib ketdim deysan, ha? Pishirib qo'yibdim tomda. Mana mashina hamma menga. Qo'shni orqaga yorib ketdi. Qo'shni bilasiz, uyga 10 kilovatga quyosh paneli o'rnatganman. Ishni ko'zini bilish kerak, xolos meni g'ulam traktor deb qo'yibdi. Ashpatda aytdim, o'rnating qo'shni dedim. Arzon ekan, detallarni, originallarni qo'yishar ekan, shu sohani ustalari ekan. Har oyda palon pul svetga to'lamaysiz ekan bunda. Bekardan bekar davlat to'kini ishlatib yana pul olgan odamni ko'rganmisiz? Asha men bo'laman. Kreditlarda mana shu quyosh paneli orqali uzyapman. Har oyda daromad bor xullas. Uyga o'rnataman deysizmi? Zavod, ofis, mo'yda luboy joyga o'rnatishadi bular. Aldama, ishonmayman senga. Meni eng yaqin kuykaning iflos qo'shnim bo'lsa, nima yolg'on gapiraman. Undan ko'ra meni hiding. Odam massan sen, odam. Qo'lingga sachiq ilib oldingmi? Qara to'xtash. Menga ishonmasang, mana nomerlarga bitta telefon qilsang, to'liq ma'lumot berishadi. Bo'pti, men to'kis otib kelay. Yo'q, qarib qo'yilmagan to'ki. Men to'k bo'lsam, sen to'kni teskarisan. Teskarisini o'qib ol. Unayning.